Assalomu alaykum, hurmatli opa-singillar, onaxonlar va pensioner ayollarimiz. Bugun men sizlarga juda muhim masalani tushuntirib beraman. Pensiya oluvchi ayollar uchun ko'pchilikni xursand qiladigan yangi tartib va uni qanday qilib o'z foydangizga ishlatish mumkinligi haqida gaplashamiz. Bu ma'lumot ayniqsa farzand tarbiyasi sabab ish stajida uzilish bo'lgan. Eski ish joylaridagi ma'lumotlar topilmayotgan, pensiyasi kam chiqib qolgan yoki mening pensiyam to'g'ri hisoblanganmi deb o'ylab yurgan ayollar uchun juda zarur. Iltimos, videoni oxirigacha ko'ring, chunki bitta hujjat, bitta ariza yoki bitta tasdiqlovchi ma'lumot pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Hozirning o'zida kanalga obuna bo'ling, like bosing va bu videoni onangizga, opangizga, qo'shningizga, mahallangizdagi pensioner ayollarga yuboring, chunki ko'pchilik o'z huquqini bilmagani uchun yillar davomida kamroq pensiya olib yuradi. Men avvalo muammoni oddiy qilib tushuntiraman. Ko'p ayollarimiz yoshligida ishlagan, keyin farzandli bo'lgan, bola parvarishi bilan uyda qolgan, keyin yana ishga qaytgan. Ba'zilar zavodda ishlagan, ba'zilar maktabda, bog'chada, shifoxonada, savdo sohasida, kolxoz yoki shirkat xo'jaligida mehnat qilgan. Lekin pensiya tayinlanadigan paytda eng katta muammo hujjatlar bilan bog'liq bo'ladi. Avval qanday edi? Pensiya hisoblanganda odatda ish staji, ish haqi, mehnat daftarchasi, arxiv ma'lumotnomalari va boshqa tasdiqlovchi hujjatlar asos qilib olinardi. Agar ayolning mehnat daftarchasida yozuv noto'g'ri bo'lsa, muhr tushmagan bo'lsa, korxona yopilib ketgan bo'lsa yoki arxivdan ma'lumot topilmasa, ko'p hollarda o'sha davr stajga qo'shilmay qolardi. Natijada ayol aslida 25 yil ishlagan bo'lsa ham, hujjatda 15 yil ko'rinardi. Pensiya esa kam chiqardi. Yana bir og'riqli masala bor, bola parvarishi davri. Ko'p ayollar men 3 farzandni katta qildim, yillarim uyda o'tdi, lekin bu davr pensiyada hisobga olinadimi deb so'rashadi. Amaldagi tartiblarda ayrim bola parvarishi davrlarini stajga qo'shish imkoniyati mavjud. Yangi yondashuvning eng quvonarli tomoni shuki, ayollar uchun aynan shu kabi davrlarni aniqlash, tasdiqlash va pensiya ishida qayta ko'rib chiqish masalalariga alohida e'tibor kuchaymoqda. Ya'ni pensioner ayol pensiyam bir marta tayinlandi, endi hech narsani o'zgartirib bo'lmaydi deb o'ylamasligi kerak. Agar yangi hujjat topilsa, hisobga olinmagan staj aniqlansa, bola parvarishi yoki ish davri bo'yicha tasdiq paydo bo'lsa, pensiyani qayta ko'rib chiqish uchun murojaat qilish mumkin. Bu yerda men bir narsani aniq aytaman. Bu hammaga avtomatik ravishda bir xil miqdorda pul qo'shiladi degani emas. Yangi qoida va amaliy yengillikning mazmuni shundaki, ayol o'z pensiya ishini qayta tekshirtirish, hisobga kirmay qolgan davrlarni qo'shtirish, arxiv va elektron ma'lumotlardan foydalanish huquqiga ega. Kimning hujjatida haqiqatan ham kamchilik bo'lsa, kimning staji to'liq hisoblanmagan bo'lsa, kimning ish haqi bo'yicha foydaliroq davr olinmagan bo'lsa, o'sha ayolning pensiyasida ijobiy o'zgarish bo'lishi mumkin. Birinchi toifa. Farzand tarbiyasi sabab ishda tanaffus qilgan ayollar. Masalan, ayol 1995-yildan 1990-yilgacha tikuvchilik fabrikasida ishlagan, 1990-yilda farzandli bo'lgan, 2 yil uyda bola parvarishida bo'lgan, keyin yana ishga qaytgan. Pensiya tayinlanganda faqat fabrikadagi ish davri kiritilgan, lekin bola parvarishi davri to'liq ko'rilmagan bo'lishi mumkin. Agar bu davr qonunchilikda belgilangan chegaralar doirasida stajga qo'shilishi mumkin bo'lsa, ayol murojaat qilib tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar va boshqa hujjatlar bilan pensiya ishini qayta tekshirtirishi kerak. Ikkinchi toifa eski korxonada ishlagan, lekin korxona hozir yo'q bo'lib ketgan ayollar. Masalan, opa 1978 yildan 1992 yilgacha kolxozda ishlagan. Keyin kolxoz tugatilgan, hujjatlar arxivga topshirilgan yoki yo'qolgan. Pensiya tayinlash paytida faqat tekis yil tasdiqlangan, qolgan yillar kiritilmagan. Bunday holatda ayol endi kech bo'ldi demasligi kerak. Tuman arxivi, viloyat arxivi, sobiq korxona hujjatlarini qabul qilgan tashkilot, mahalla ma'lumotlari, sud orqali faktni aniqlash imkoniyati kabi yo'llar bor. Men bunday vaziyatlarda birinchi navbatda pensiya jamg'armasi bo'limiga yozma murojaat qilishni maslahat beraman. Og'zaki so'rab qaytib ketmang, albatta ariza qoldiring. Uchinchi toifa. Pensiyaga chiqqandan keyin ham ishlagan ayollar. Ko'p onaxonlar pensiyaga chiqqach maktabda farrosh, bog'chada oshpaz, shifoxonada hamshira, bozorda sotuvchi yoki boshqa joyda rasmiy ishlashda davom etadi. Agar ish rasmiy bo'lsa, sug'urta badallari yoki tegishli to'lovlar yuritilgan bo'lsa, bu keyinchalik pensiya hisob-kitobiga ta'sir qilishi mumkin.
Shuning uchun ishlayotgan pensioner ayollar o'z ish joyidan ma'lumotnomalarni saqlab qo'yishi, ish haqi va buyruqlar bo'yicha hujjatlar tartibli bo'lishini tekshirish kerak. 4-toifa pensiyasi juda kam chiqqan, lekin uzoq ishlagan ayollar. Men amaliyotda shunday holatlarni ko'p ko'raman. Ayol men 30 yil ishlaganman deydi, lekin pensiya hujjatida 20 yil ko'rinadi. Sababini ochib qarasak, mehnat daftarchasida familiya almashgani kiritilmagan, turmushga chiqqandan keyingi familiya bilan avvalgi familiya bog'lanmagan, ishga qabul qilish buyrug'i bor, lekin ishdan bo'shash buyrug'i topilmagan. Ba'zi yillarda ish haqi ma'lumoti yo'q. Mana shunday mayda ko'rilgan narsalar katta pulga ta'sir qiladi. Keling raqamli misol ko'ramiz. Masalan, Gulchehra opa pensiyaga chiqqanida unga 22 yil staj hisoblangan. Keyin u eski arxivdan yana 4 yil ish davrini tasdiqlovchi ma'lumotnoma topdi. Bundan tashqari 2 farzandi bo'yicha bola parvarishi davri ham pensiya ishida ko'rilmagan ekan. Agar bu davrlarning bir qismi qonun doirasida stajga qo'shilsa, uning umumiy staji oshadi. Staj oshganda pensiyaning bazaviy hisob-kitobida farq paydo bo'lishi mumkin. Farq har bir odamda turlicha bo'ladi. Kimdadir 1000 so'm, kimdadir 1,5 so'm, kimdadir undan ko'proq yoki kamroq bo'lishi mumkin. Asosiysi tekshirtirmasangiz buni bila olmaysiz. Yana bir misol. Muhabbat opa pensiyaga chiqqanda ish haqi uchun oxirgi yillardagi kam oylik davr olingan. Lekin u oldinroq, masalan, 1990 yillarda yaxshi maoshli lavozimda ishlagan. Agar qonunchilik imkon bersa va kerakli ma'lumotlar topilsa, pensiya hisobida foydaliroq ish haqi davrini ko'rib chiqish mumkin. Bu ham pensiya miqdoriga ta'sir qilishi ehtimoldan xoli emas. Shuning uchun faqat staj emas, ish haqi ma'lumotlari ham bo'ladi. Agar sizning pensiya ishingizda barcha ish yillaringiz to'liq kiritilgan bo'lsa, bola parvarishi davrlari allaqachon hisobga olingan bo'lsa, ish haqi bo'yicha eng foydali davr tanlangan bo'lsa va sizda qo'shimcha yangi hujjat yo'q bo'lsa, katta o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir bir marta tekshirtirib qo'yishni maslahat beraman. Chunki ko'p odam pensiya ishida nima borligini aniq bilmaydi. Endi eng muhim nozik joylarga o'tamiz. Birinchi xato, hamma ayollarga avtomatik qo'shimcha pul berilar ekan deb o'ylash. Yo'q, bunday tushunish noto'g'ri. Pensiya har bir fuqaroning shaxsiy hujjatlari, staji, ish haqi va qonunda belgilangan shartlarga qarab hisoblanadi. Bir ayolga qo'shimcha chiqishi mumkin, boshqasida esa o'zgarish bo'lmasligi mumkin. Bu adolatsizlik emas. Bu hujjat va hisob-kitob farqi. Ikkinchi xato faqat mehnat daftarchasi yetarli deb o'ylash. Mehnat daftarchasi juda muhim, lekin undagi yozuvlar aniq bo'lishi kerak. Ishga qabul qilingan sana, buyruq raqami, ishdan bo'shash sanasi, korxona muhri, lavozim nomi to'g'ri yozilgan bo'lishi zarur. Agar yozuv xira bo'lsa, muhr yo'q bo'lsa yoki korxona nomi o'zgargan bo'lsa, qo'shimcha tasdiq so'ralishi mumkin. Uchinchi xato, familiya o'zgarishini isbotlamaslik. Ayollarimiz ko'pincha turmushga chiqqandan keyin familiyasini o'zgartiradi. Mehnat daftarchasida qizlik familiyasi, pasportda esa turmushdagi familiya bo'ladi. Agar nikoh guvohnomasi yoki familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat bo'lmasa, arxiv ma'lumotlari sizga tegishli ekanini isbotlash qiyinlashadi. Shuning uchun nikoh guvohnomasi, ajrim bo'lsa, ajrim haqidagi hujjat. Familiya o'zgargan bo'lsa, FHDYO ma'lumotnomasi tayyorlab qo'ying. 4-nozik jihat, bola parvarishi davri cheksiz qo'shilavermaydi. Masalan, ayol 5 yoki 6 farzand tarbiyalagan bo'lishi mumkin. Lekin pensiya stajiga qo'shiladigan bola parvarishi davri qonunda belgilangan chegaralar bilan tartibga solinadi. Shuning uchun men har bir farzand uchun 3 yildan qo'shtiraman deb o'ylash ham to'g'ri emas. Pensiya organi har bir davrni qonun doirasida tekshiradi. Bu yerda tug'ilganlik guvohnomalari, bola tug'ilgan sanasi, ayolning o'sha vaqtda ishlagan ishlamagan holati, boshqa davrlar bilan ustma-ust tushish ham ahamiyatli. 5-nozik jihat, bir davr 2 marta hisoblanmaydi. Masalan, ayol bir vaqtda rasmiy ishda bo'lgan va bola parvarish ta'tilida bo'lgan. Pensiya hisobida bir davrni 2 marta qo'shib stajni sun'iy oshish mumkin emas. Qaysi davr qanday tartibda hisoblanishi mutaxassislar tomonidan tekshiriladi. Shuning uchun hujjat topshirganda hammasini yashirmay, aniq ko'rsatish kerak. 6-nozik jihat, norasmiy ish stajga kirmasligi mumkin. Ko'p ayollar uyda tikuvchilik qilgan, bozorda savdo qilgan, qarindoshining do'konida ishlagan, lekin rasmiy buyruq, mehnat shartnomasi, soliq yoki sug'urta to'lovi bo'lmagan.
bunday davrlarni pensiya stajiga kiritish qiyin. Butun mahalla biladi. Men ishlaganman degan gapning o'zi yetarli bo'lmaydi. Hujjat kerak. Ayrim hollarda sud orqali yuridik faktni aniqlash masalasi ko'rilishi mumkin, lekin bu ham aniq dalillar talab qiladi. 7-chi nozik jihat. Atiza bergan sana muhim. Agar pensiya qayta hisoblashga asos bo'lsa, ko'pincha to'lov masalasi murojaat qilingan sandan yoki belgilangan tartibdagi sandan boshlab ko'rib chiqiladi. Shuning uchun keyingi oy boraman, yozda boraman, vaqtim bo'lsa boraman deb cho'zmaslik kerak. Bugun tekshirtirsangiz, ehtimol bugundan huquqingiz himoya qilinadi. Kechiksangiz vaqt yo'q o'tasiz. Endi men sizga aniq reja beraman. Birinchi qadam, o'zingizdagi barcha hujjatlarni bir joyga yig'ing. Pasport yoki ID karta, pensiya guvohnomasi, mehnat daftarchasi, nikoh guvohnomasi, farzandlarning tug'ilganlik guvohnomalari, diplom, harbiy xizmatga oid hujjatlar bo'lsa, ish haqi ma'lumotnomalari, arxiv ma'lumotlari, eski buyruqlardan ko'chirmalar, korxona nomi o'zgargani haqidagi ma'lumotlar, hammasini papkaga soling. Ikkinchi qadam, pensiya ishingizda qaysi davrlar hisobga olinganini bilib oling. Buning uchun tuman yoki shahar pensiya jamg'armasi bo'limiga boring. Agar siz yurishga qiynalsangiz, ishonchli farzandingiz yoki yaqin qarindoshingiz yordam bersin. Zarur bo'lsa, ishonchnoma rasmiylashtiriladi. Shuningdek, davlat xizmatlari markazi yoki mavjud elektron xizmatlar orqali ham ayrim ma'lumotlarni olish imkoniyatini tekshiring. 3-qadam, og'zaki gap bilan cheklanib qolmang. Men doim shuni aytaman, og'zaki murojaat esdan chiqadi. Bizda yozma murojaat esa ro'yxatga olinadi. Arizada shunday mazmunda yozing, mening pensiya ishimni qayta ko'rib chiqishingizni hisobga olinmagan ish staji, bola parvarishi davrlari va ish haqi ma'lumotlarini tekshirishingizni so'rayman. Arizaga hujjatlar nusxasini ilova qiling. Arizangiz qabul qilingan sanani, kirim raqamini yozib oling yoki nusxasiga belgi qo'ydiring. 4-qadam, qaysi yillar kirmay qolganini alohida ro'yxat qiling. Masalan, 1962-1966 yillar Imiki maktabda ishlaganman. 1911 yillar Tikov fabrikasida ishlaganman. 1993-1995 yillar bola parvarishida bo'lganman deb yozing. Har bir davr yo'niga sizda qanday hujjat borligini belgilang. Bu mutaxassisga ham sizga ham qulay bo'ladi. 5-qadam, arxivga so'rov bering. Agar eski ish joyi yopilgan bo'lsa, qaysi arxivga topshirilganini aniqlang. Tuman arxivi, viloyat arxivi, korxonaning huquqiy vorisi, hokimlik huzuridagi arxiv bo'limlari yordam berishi mumkin. So'rovda ish joyining eski nomini, ishlagan yillaringizni, lavozimingizni, o'sha paytdagi familiyangizni aniq yozing. Agar qizlik familiyangiz bilan ishlagan bo'lsangiz, buni albatta ko'rsating. 6-qadam. Ish haqi ma'lumotlarni ham qidiring. Faqat ish staji emas, ish haqi ham pensiyaga ta'sir qiladi. Ba'zan odam stajni topadi, lekin oylik ma'lumotini qidirmaydi. Natijada pensiya oshishi mumkin bo'lgan imkoniyatdan to'liq foydalanilmaydi. Eski buxgalteriya hujjatlari, shaxsiy hisob varaqalari, maosh vedomoslari arxivda bo'lishi mumkin. 7-qadam. Rad javobi olsangiz, darrov taslim bo'lmang. Pensiya organi sizga hujjat yetarli emas desa, aynan qaysi hujjat yetishmayotganini yozma ravishda so'rang. Agar javob sizga asossiz tuyulsa, yuqori turuvchi tashkilotga shikoyat qilish, yuridik maslahat olish yoki sudga murojaat qilish imkoniyati bor. Men har doim hujjatlarni tartib bilan yuritishni maslahat beraman. Ariza nusxasi, javob xati, arxiv so'rovi, arxiv javobi hammasini saqlang. 8-qadam. Firibgarlardan ehtiyot bo'ling. Kimdir menga pul bering, pensiyangizni 2 barobar oshirib beraman desa, ishonmang. Pensiya faqat qonuniy hujjatlar asosida qayta hisoblanadi. Hech kim tanish bilish orqali sizga qonunda yo'q staj qo'shib bera olmaydi. Agar kimdir shunday va'da qilsa, bu xavfli. Faqat rasmiy idoraga murojaat qiling. To'lov bo'lsa ham faqat rasmiy tartibda amalga oshiring. 9-qadam. Farzandlaringizdan yordam so'rang. Ko'p onaxonlar hujjat yig'ishdan uyaladi yoki bolalarimni bezovta qilmay deydi. Yo'q, bu sizning mehnatingiz, sizning haqqingiz. Farzandlaringiz telefon orqali arxiv manzilini topib berishi, elektron navbat olishi, ariza matnini yozib berishi, hujjatlarni skaner qilib saqlashi mumkin. Bu katta yordam beradi. 10-qadam. Pensiya miqdorini tushungan holda tekshiring. Agar qayta hisobdan keyin pensiyangiz oshmasa ham, demak hujjatlaringiz tartibga keldi. Kelajakda bahs bo'lmaydi. Agar oshsa, bu siz uchun har oy qo'shimcha daromad. Masalan,
Oyga 100 ming so'm oshsa, bir yilda 2 million 200 ming so'm bo'ladi. Oyga 200 ming so'm oshsa, bir yilda 2 million 400 ming so'm bo'ladi. Shuning uchun ozgina bo'lsa nima bo'pti demang. Pensioner odam uchun har bir so'm muhim. Hurmatli opa-singillar, bugungi eng asosiy xabar shuki, pensioner ayollar o'z pensiya ishini qayta tekshirtirishdan qo'rqmasligi kerak. Agar sizda hisobga olinmagan ish staji, bola parvarishi davri, eski arxiv ma'lumotlari, familiya o'zgarishi bilan bog'liq hujjatlar yoki foydaliroq ish haqi davri bo'lsa, bular pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Bu hamma uchun avtomatik bir xil qo'shimcha degani emas, lekin o'z hujjatini to'g'ri tayyorlagan ayol o'z haqqini talab qila oladi. Men sizdan iltimos qilaman, bu ma'lumotni faqat o'zingiz bilib qo'ymang. Onangizga, xolangizga, amakingizga, qo'shningizga, mahallangizdagi pensioner ayollarga yetkazing. Balki aynan shu video sabab bir ayolning yillar davomida hisobga olinmagan mehnati tan olinar. Izohlarda yozing. Sizning pensiyangiz tayinlanganda hamma ish yillaringiz to'liq hisoblanganmi? Bola parvarishi davri kiritilganmi? Arxivdan hujjat qidirib ko'rganmisiz? Like bosing, kanalga obuna bo'ling va keyingi videolarda men pensiya, nafaqa, staj va hujjatlar bo'yicha yana aniq xalq tilida tushunarli maslahatlar berib boraman.